Sen qanaqasiga? Bu yerda ham yo'q. Aftidan u yorug'lik zarralarini hamma yerga tarqatib yuborgan ko'rinadi. Yo'q, Mont, bu yerda nima qilyapsan? Men senga yangilik olib keldim. Demak, soyalar hukmdori sharqda yashiringan ekan-da. Lekin sen u yerga o'zim ko'z quloq bo'laman demaganmiding? Yoki yo'qmi? Aftidan hukmdorlar u yerdan biroz janubda. Lekin yana ozod qilishni rejalashtirayotgandek ko'rinadi. Shuning uchun u yerga o'zim boraman. Unday bo'lsa, soyalar monarxi nima bo'ladi? Agar u shartnomaga amal qilsa, hech qanday muammoga duch kelmasligi aniq. Aytmoqchi, senga yana bitta qiziqarli xabarim bor. U yerda eng yorug' nur zarrasi borligi aniqlandi. Yomon emas. Ammo buni aytish uchun shaxsan o'zing kelasan deb o'ylamagandim. Kutilmagan bo'ldi, to'g'rimi? Unday bo'lsa, uni menga bermoqchi bo'lsang, unda men qarshi emasman. Yana eng muhimi, sen uni o'zingga jalb qilishing kerak bo'ladi. Biz uni butun dunyo bo'ylab zarralar kuchi bilan aylanib yurishiga yo'l qo'ya olmaymiz. Qiziq, nega u o'zidan bunday beparvo tarzda iz qoldirar ekan, ha? U kichkina oddiy yigit emasligi aniq. Sharqdagi kichkina yerlar. Sizlar Koreya haqida aytyapsizmi? Seni bu yerda nima ishing bor? Uni qoldirib biz ketishimiz kerak. Agarda bizni yo'qoldirmoqchi bo'lsang, bu yerdan yo'qolib ber. Sizlar shunchaki keta olmaysizlar. Demak, bu sen ekansan-da. O'sha bu yerni kezib, ukalarimni o'ldirayotgan o'sha kichkina odam. Ajoyib, juda ham yaxshi. Nafaqat bu yerga o'zing kelibsan va yana bizni tilda ham gaplasha olarkansan. Ammo sening hayoting shu yerning o'zida tugaydi. Mening inalarim ko'pdan beri seni poylab turishdi. Xo'sh, xabaringlar. Hammasi shumi? Ha, rostdan ham sen hayratlanarli ekansan. Chiqinglar. Aftidan bu yerda hech kim yo'qdek ko'rinadi. Sen qanday qilib? Ablah! Ishni boshlang. Ahmoqlar! Sizlar nima birinchi marta jang qilyapsizlarmi? Savolimga javob ber. O'shanda va'da beraman, o'liming tez va oson bo'ladi. Bu yerda ham hech narsa yo'q. Aftidan tizim menga har xil yo'llar bilan to'siqlik qilayotganga o'xshaydi. Mayli. Qachon bo'lmasin baribir haqiqatni bilib olaman. Cheju oralidagi reydda 100-darajaga erishganimda bu narsa tasodifiy la'natlangan qutidan tushib qolgandi. O'ylaymanki, endi bugun foydalansam bo'ladi. Kartina ibodatxonasidan kalit. Menimcha uni topishga urinsam ham, uni topa olishimga dargumon bo'lishi mumkin.
Qo'shaloq zindon. Tizim yana o'sha yerga ishora qilyapti. O'sha hammasi boshlangan joyga. Lekin men avvalgidek emasman. Va buni hammasi boshidan rejalashtirilgan edi. Agar meni hali ham kutayotgan ekansan, unday bo'lsa, men seni chaqiruvingni qabul qilaman. Meni kut. Men tez orada qaytaman.